Yaxşılıq və yamanlıq yanılı sizning tanlashingizdir. Abdori Muhammad Yusuf. Hayot başdan axir sınaqlar bilan to'lgan tanlashlar olimidir. Chunki har birimiz kundalik hayotimizda nurg'unlagan tanlashlarga va talaylagan sınaqlarga duch kelamiz. Bu tanlashlardan har biri bizning ya farishtalarning yo'lini tanlashimizga yoki shaytonning yo'lini tanlashimizga majbur qiladi. Bizning cho'qim mushu ikki firqaning birini tanlaydiganligimizda qilchi shak yo'q. Biz mayli farishtalarga ergishib yaxshilikni tanlayli yoki shaytonning orqasiga kirib yomonlikni tanlayli. Bizning har bir tanlashimiz o'zimizga, oilamizga, atrofimizdagi kishilarga va jamiyatimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir ba'zida ijobiy ta'sir bo'lsa, ba'zida salbiy ta'sir bo'ladi. Bu bizning tanlashimizga bog'liq ishdir. Bu tanlash ba'zida intayin qiyin bo'lishi mumkin. Bizning ba'zida o'zimizga foydali va atrofimizdagi kishilarga munosib keladigan shaklda biror ishni qaror qilishda intayin qattiq charchab ketadiganligimiz aniqdir. Ammo qaror qilishga majburmiz. Farishtalarning tarafida turib, yaxshilikni tanlash har zaman qiyin bo'lgandek, shaytonning orqasiga kirib, yomonlikni tanlash har zaman o'ng'ay bo'ladi. Chunki o'z nafsimizning istaklarini yengib, adolatni va haqiqatni o'lcham qilib turib, tanlash hargizmo o'ng'ay ish emas. Shundaqdimi agar biz abadiy saodat va mangulik xotirjamlikni xohlasak, cho'qim shaytonni va nafsimizni yengib, farishta tarafda turishga va oldi bilan yaxshilikni tanlashga ahamiyat berishimiz lozim. Faraz qilaylikki, masalan, siz aldirab ketayotgan vaqtingizda biri oldingizni to'sib, sizdan yo'l so'rdi. Yoki qistalang'uliq yo'lda bir mashina oldingizni to'sib oldi, yoki ish o'rningizda boshlig'ingiz sizni kishilarning oldida qattiq tanqidladi. Yoki qo'shningiz yo'lsizlik qilib, eshik oldingizga mashinasini to'xtatib oldi, yoki balkoniga kirgizib, ustingizga kirning suyini eqitdi. Va yoki sizdan qarz so'rgan odam qarzning vaqti qarali to'shqandan keyinmi sizga qarzni qaytarmay quruq gap sotdi, yoki shuningdek sizni qattiq g'azablantiradigan ishlarga uchirdingiz. Bu vaqt siz intayin qiyin bo'lgan tanlashlarga duch kelasiz. Chunki siz bu chaqda ya ochiqning kayniga kirib o'zingizga pushaymon keltiradigan biror qarorni qilishga majbur bo'lsiz, yoki o'zingizni tutib olib, bu masalaga sovuqqonlik bilan muomala qilsiz. Mushundaq jiddiy paytlardagi tanlash sizni ya xotirjamlikka yoki pushaymonga elib bordi. Tanlash sizda, qaror qilish sizda, ochiqni yengish, o'zini tutib olish va aql, mantiq bilan ish ko'rish sizga har zaman omonlik va xotirjamlik elib keladi. Shaksizki, bu kuchlik va irodali kishilarning fazilatidir. Payg'ambar alayhissalom chelishishda raqibini yengan kuchlik emas, ochiq kelganda o'zini tutib olgan haqiqiy kuchlikdir deb ko'rsatgan. Maqola tamam. 2020 yili 30 yanvar.